Telegramda Ganibro kanali uchun maxsus. Nima? Shakar qo'shaymi? Ha. Shoshmang, siz kimsiz o'zi? Va qanaqasiga bu dunyoda qahva bor? Bu yerga kelishini kutgandim. Kain von Silford yoki Shina Kazuya. Bunchalik ehtiyotkor bo'lish shart emas. Qariya menga sen haqingda aytib berdi. Sen bu dunyoda qayta tug'ilgansan, to'g'rimi? Nima? Siz ham mabutlar bilan uchrashganmisiz? Ha. Men Yuya Terra Hirasawa Esfortman. Yoki shunchaki Hirasawa Yuya. Nima? Siz birinchi shohman demoqchimisiz? Bu haqida bilasanmi? Men imperator darajasidagi sehr haqida yozgan kitobingizni o'qigandim. Lekin bu 300 yil avval yozilgandi, to'g'rimi? Shoshmang, siz nima arvohmisiz? Shunchaki statusimni ochib ko'r. Maylimi? Ha. Status ochil. Nima? Yaratuvchi ma'bud? Bu dunyo Fabnel deb ataladi va uni men yaratganman. Bu menga shu nomni berdi va hatto 300 yildan keyin ham ko'rinishimga qara. Nima? Meni aristokrat sifatida qayta tug'ilishim menga juda katta kuch bergan deb o'ylardim. Lekin ko'rinishidan meni kuchim unchalik ham katta emasga o'xshaydi. Anime Telegramda Ganibro kanali uchun maxsus buyurtma asosida o'zbek tiliga o'girildi. Xomi Kenzo. Qayta tug'ilgan aristokratning misli ko'rilmagan sarguzashtlari. Yaxshi, bemalol o'tirib ol. Kelinim uchun chaqirganim haqida gaplashamiz. Gap shundaki, Koreya Zenon va qolganlar seni o'qitishimni iltimos qilishdi. Nimaga? Men allaqachon kuchliligim uchun juda ham og'ir vaqtni boshdan kechiryapman. Yaxshi. Xo'sh, bu pecheneni mendan ola olasanmi? Senga hali ancha bor. Yuya-san, nima uchun men bunchalik kuchli bo'lishim kerak o'zi? Chunki sen kurashishing kerak bo'lgan bitta odam bor. Kimdir bilan jang qilishim kerakmi? Shunaqa. 300 yil muqaddam butun dunyoda odamlarni urushtirib, bir-birini o'ldirishga majburlagan kishi. Bir daqiqa. Qanday qilib bitta odam juda ham oddiy Oracle ishlatgan. Boshqa davlatga nisbatan ishonchsizlik urug'ini ekish urushga sabab bo'ladi. Sen jang qilishing kerak bo'lgan odam Yovuz ma'bud Aron. Men hamrohlarim bilan 300 yil oldin uni muhrlashga muvaffaq bo'lgandik. Lekin yaqinda bu muhr bo'shashni boshladi. Hech narsa qilinmasa, Aron ozodlikka chiqadi. Yuya-san, shunchaki unga qayta muhr bosa olmaysizmi? Yo'q. Axir men hozir bu dunyoda ma'budman-ku. Xuddi anavi qariyalarga o'xshab, men bu dunyo ishlariga boshqa aralasha olmayman. Nima? Ya'ni aytmoqchisizki, albatta, hammasi senga bog'liq. Buni bilgandim. Va senga nima uchun avvalgi hayotingdan bu yerga kelganingni aytib berishim mumkin. Rostdanmi? Bu bilan nima demoqchisiz?
Akamma, buni ol. Shu paytdan boshlab men sen ustozingman. Bu vazifani bajarganingdan keyin men senga ko'proq narsa aytib beraman. Harakat qil. 1 daqiqa, iltimos, hozir ayting. Avvalgi hayotimda nima uchun kelganimni. Agar bilmoqchi bo'lsang, bu ko'rsatadigan yo'nalishda harakat qilishda davom et. U seni men yashaydigan saroyga olib boradi. O'z darajangni oshirishni boshla. Bu yer uchun ancha darajang past. Aronni yutishing uchun kamida 600 daraja bo'lishing kerak. Hozir 300 man. Ha, ishonchim komilki bu biroz vaqt oladi, lekin ko'chishni ishlatma. Nima? Bu uzoq davom etsa, maktabimchi. Xavotir olma. Bu yerdagi 1 yil u yerdagi 1 kunga teng. Ha, mayli. Tezroq qaytib kel va men bilan choy ich. Ko'chish. Ustoz, 1 daqiqa shoshmay iltimos. Kayn. Yoki buni qilasan, yoki qilmaysan. Demak, buni qilishdan boshqa ilojim yo'q. O'rmonga kirganimga atigi 5 daqiqa bo'ldi. Yaxshi, buni qilaman. Darajani ko'tarish atak ishi. Kel, buni qilamiz. Kayn-sama, va nihoyat qaytdingizmi? Tele-sama, Silk-sama. Meni ma'zur tutasiz. Men bir ovozni eshitib, Kayn-sama qaytib keldi deb o'ylagan edim. Demak, Kayn-ku hali ham qaytmadimi? Ha, kechadan beri qaytib kelgani yo'q. Nahotki, u maktabda bo'lmagani uchun shu yerda deb o'ylagandik. Nima deb o'ylaysiz? U bilan biror bir yomon voqea bo'lganmi? O'g'irlashganmi? Hibsga olishgandir yoki harakat qilib qolgandir. U yaxshi. Qayerdan bilasan? Chunki u Kayn-sama. Biz uni shu yerda kutsak, u albatta qaytib keladi. Ma'zur tutasiz. Men qayta olmayman. Men bu o'rmondan hech qachon chiqa olmayman. Bir qancha oylardan beri yetarlicha uxlamadim. Menda endi hech narsa haqida o'ylashga iroda yo'q. Hattoki o'zim haqimda ham. Nima? Buni uddalolmayman. Kim u? Bu ovozga qarab yurishimga sabab instinktimmi? Yoki bo'lmasa bu nima? U qattiq yarador. Men hozir seni hamma og'riqlardan ozod qilaman. Seni qo'rqitganim uchun meni kechir. Men har doim kimnidir himoya qilishni xohlardim. Butunlay davolash. Agar menda sehr kam bo'lsa, shunchaki hammasini ber. Butunlay davolash. Shoshma. Nahotki sen meni himoya qilyapsanmi? Bas qil. Nima sen bu yerda yolg'izmisan? Shunaqami? Men ham yolg'izman. Xo'y, unday bo'lsa men bilan ketasanmi? Endi men bilansan. Ketdik, Haku. Haku tufayli men juda muhim narsani qaytarib oldim. Bu qanchalik qiyin bo'lmasa, men yengilmayman. Menda himoya qilishim kerak bo'lgan narsa bor.
Keldi. Qaytganing bilan. Ancha ulg'ayib qopsan. Ha, albatta ustoz. Sizningcha oradan necha yil o'tdi o'zi? Taxminan 4. Bu Fenrirmi? Haku. Yo'q. Bu muqaddas hayvon. Fenrir. Haku, sen muqaddas hayvonmisan? U senga shunchalik ishonarkan, u sen bilan shartnoma tuzgan. Shartnoma? Sen uni shartnoma chaqiruvidan foydalanib, istagan vaqt va joyga chaqirsang bo'ladi. Tayyormisan? G'oyib bo'ldi. Hakuni chaqirish desang u keladi. Va sening mashg'uloting hali tugamagan. Endi bu yigit qo'l ostida mashq qilasan. Bu sening yangi o'qituvching. Doran. Kayman. Tanishgandan xursandman. Lekin siz menga va'da bergandingiz. Iltimos menga hozir ayting ustoz. Aron haqida va men oldingi hayotim haqida. Bu to'g'ri. Yaxshi, kel gaplashamiz. Sen ketishingdan avval. Ha. Hozir yetarlicha kuchli emassan. Yuya mendan kuchliroq va u Yuyadan kuchliroq. Bu degani kuchaytirish. Men bu shiftni bilmayman. Hoy, sen juda ham og'irsan. Ha, bu nihoyat uyg'ondingmi? Yaxshi uxlab turdingmi? Ha, eshitganimdan xursandman. Haligi. Ha, menmi? Doran rafiqasi Ruriman va mana shu bizni kamtarona uyimiz. Kecha Doran seni bu yerga olib kelganida juda hayron bo'ldim. Biroz kutib tur, ovqat tez orada tayyor bo'ladi. Ajdarho bolasi. Men Kayman. Do'st bo'lamizmi? Shoshma, bu yerda urushma. U meni yomon ko'radi. Hoy, ikkingiz, darhol buni to'xtatinglar yoki ovqat yemaysizlar. Ajoyib, yoqimli ishtaha. Ovqat uchun rahmat. Nima bo'ldi? Senga yoqmadimi? Yo'q, juda ham mazali. Bunday mazali ovqat yemaganimga bir asr o'tdi. Aytgancha, Yuya 4 yil o'rmonda yolg'iz yurganini aytdi. Ha, men juda mazali taom yemaganimga juda ham ko'p vaqt bo'ldi. Yaxshi, unda to'yib ovqatlan. Bundan buyon sen shu yerda yashaysan, senga ko'p shirin ovqat qilib beraman. Kattakon rahmat. Bunday yaxshi munosabatda bo'lish menga uyimni eslatib yubordi. Umid qilamanki, ular ham mazali taom yeyishyapti. Hammasi yaxshi. Ritsarlar uni qidirishyapti. Biz uni kutayotganimizda qo'limizdan kelgancha harakat qilishimiz kerak. To'g'ri aytasan. Biz uyga qaytganda xursand bo'lishni xohlaymiz. Hoy, qo'llaringiz qimirlamayapti. Pazandachilik mahoratida yo'l uzoq. Shirinlik pishirish og'ir mehnat talab qiladi. Bu ketishda sizlar Kayn samani xursand qiladigan hech narsa qila olmaysizlar. Ha, yo'l yo'rig'ingiz uchun rahmat. Yetarlicha yaxshi emas. Ha. Sen bunga chidading. U yaxshi harakat qilyapti. Birinchi mashg'ulotda hattoki. Xush kelibsiz. Uyga o'z oyoqda qayta olmagandi. Qiziqarlimi? Oradan 1 yil o'tdi. O'rningdan tur. Nima bo'ldimi? Yuya mendan kuchliroq. Aron esa. Lekin siz menga va'da bergandingiz. Iltimos menga hozir ayting ustoz. Aron haqida va men oldingi hayotim haqida. Bu to'g'ri. Yaxshi, kel gaplashamiz. Sen ketishingdan avval eski Zenom dunyosida Aron o'yin kulgu ma'budi bo'lgan. O'yin kulgu ma'budi? Ma'budlar 8 edi demoqchimisiz? Ha. Seni dunyoingda o'yin yoki o'yin kulgu yo'q, to'g'rimi? Buni sababi o'yin kulgu ma'budi yo'q.
Aaron orakel ishlatib butun dunyo bo'ylab begunoh odamlarni o'lim o'yiniga jalb qildi. Natijada u ma'budlar shohligidan haydaldi. Ammo u yana qaytib kelsa va o'lim o'yinini boshlasa, sen uchun qadrli bo'lgan har bir kishi uni qo'liga tushadi. Men buni xohlamayman. Ustoz, Aaronni qanday to'xtatishim mumkin? Kuchliroq bo'l. O'z yaqinlaringni himoya qilish uchun kuchliroq bo'l. Kayn, men senga bir narsa aytmoqchiman. Men do'stlarimni himoya qila olmadim. Men senga Aaron va Shina Kazuya bog'langanligini aytganim esingdami? Men himoya qila olmagan do'stlarim seni ota-onang edi. Kazuyaga nima bo'ladi? Agar biz o'ladigan bo'lsak? Isming Marimida bizni bu yerga chaqirgan senmisan? Ha, Yuya, Seiya va Megumi. Iltimos, vaziyatimizni tushuntirishga ruxsat bering. Marin, bunga ishonching komilmi? Agar ular bizni qo'yib yuborganini bilishsa, seni hammasi yaxshi. Men o'sha pontifikni g'oyalarga qo'shila olmayman. Eng muhimi, borib bu dunyoda sodir bo'layotgan o'zgarishlarni o'z ko'zingiz bilan ko'ring. Siz ko'rayotgan o'zgarishlarning sababchisi Aaron hisoblanadi. Ammo biz yettalamiz to'g'ridan to'g'ri aralasha olmaymiz. Chaqirilgan qahramonlar, sizdan iltimos qilaman, bu dunyoni tinchligini qaytaring. Inferno! Inferno foyda bermadi. Bo'lishi mumkin emas. Uddalimas, uddalimas. Senlar, jirkanch odamlar. Megumin. Megumi, Megumi. Shifobaxsh sehr foyda bermayapti. Aaron, endi qo'limdan qochib qutula olmaysan. Butkul kuchaytirish. Nima? Yuya. Hozir tosh. Yo'q ota, bu yerdan qoching. Muhirlash. Kazuya. Kazuya, meni kechir. Menga g'amxo'rlik qilgan odamlarni himoya qilish xohlayman. Muammoga duch kelgan odamlarga yordam berish xohlayman. Butkul kuchaytirish. Mashg'ulotimiz tugadi. Men yutkazdim. Mashg'uloting tugadi. Hammasi uchun rahmat. Ona, ota. Shunday qilib ular shu yerga kelishgan ekanda. Ular har doim sen haqingda tashvishlanishgan. Aaronga qarshi so'nggi jangimizda ham ular o'z dunyosiga qaytish yo'lini izlashardi. Shunaqa deng. Ona, ota. Har doim meni o'ylaganingiz uchun rahmat. Va ota-onamga g'amxo'rlik qilganingiz uchun sizga ham rahmat. Ikkalasi uchun ko'p ish qildingiz. Rahmat, Kazuya. Yo'q, Kayn. Sen kuchayding. Hammasi mashg'ulotlaringiz tufayli. Men hech narsa qilganim yo'q. Sen o'zing hammasiga erishding. Xo'sh, bir piyola qahvaga nima deysan? Yo'q. Men yaxshisi o'z dunyoyimga shoshilishim kerak. To'g'ri. Xayr, hoy, shoshma, Kayn. Sen 5 yildan beri shu yerdasan. Shu ko'rinishda qaytib ketmoqchimisan? Ustoz,
Hakkuni o'zing bilan olib ket. Chaqiraman, Hakku. Kichkintoyimizni ham o'sha katta dunyoni ko'rish uchun olib keta olasanmi? Doran ustoz. Shartnoma. Chaqiraman, Gen. Doran ustoz. Yuyo ustoz. Menga shuncha vaqt g'amxo'rlik qilganinglar uchun rahmat. Bizni ko'rgani kelib tur. Xo'p. Xayr, shoshma. Buni hozirgi podshohga ber. U albatta shoshqaloq. O'ylaymanki, u sendan ham, mendan ham kuchliroq bo'ladi. Bunga shubha yo'q. Uni bizdan ko'ra ko'proq himoya qiladigan narsasi bor. Va uni ham himoya qiladigan ko'pchilik bor. Kaysimo! 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 Silviya, tashvishga qo'yganim uchun uzr. Teles, Silk. Kaysimo! Biz sizni qaytib kelishingizga ishongan edik. Shuning uchun biz kutayotganimizda Silviya bizga o'rgatdi. Bu pechenyelarni tayyorlashdi. Ularni yoqtirishingizni aytgandi. Shirin, Teles, Silk. Kaykun, pechenyelar shunchalik yaxshi ko'rasanmi? Ha, ular juda shirin, juda ham shirin. Kaysimo. Uyga. Xush kelibsiz. Rahmat. Xush kelibsiz. Telegramdagi Anibro kanaliga obuna bo'lishni unutmanglar. 生まれたのその意味がどこかにあるはずさ絶対に神様も気まぐれそんなんじゃないよ翻弄される僕を見て笑ったって構わないよどうして僕に生まれたのその意味がどこかにあるはずさどうして君だったのかないっそこの出会いを愛と呼んでもいいよね神様がくれた七色の絵の具で世界を塗り替えようよ泣き出しそうな空には虹が待ってると伝えなくちゃ迷い込んだこの世界で僕は進むべき夢を見つけたよ持て余してたその想いその割りかけよう君に届けよう Tiz cho'king. Sutli bilan tiz cho'king. Shunday bo'lishini bilgandim. Keyingi qism. Ikkingizni deb meni gaplarimni eshitishmadi.